Hududlarda yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan olib borilayotgan targ'ibot ishlariga qaramasdan avtomobil yo'llarida guruh bo'lib harakatlanayotgan haydovchilar hamon uchramoqda. Ana shunday holat O'rta Chirchiq tumanida qayd etildi. Ushbu fuqarolar qoidabuzarliklarni tasvirga olib, ijtimoiy tarmoq sahifalariga joylashtirishgan. Surishtiruv ishlari natijasida qoidabuzar haydovchilarning barchasi aniqlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan har bir videolar yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan doimiy ravishda o'rganib boriladi va sodir etilayotgan qoidabuzarliklarga kerakli choralar ko'rilib, qonun ustuvorligi ta'minlanadi. Toshkent viloyatida tarqalgan video yuzasidan transport vositalari jarima maydoniga joylashtirildi. Ya'ni bularda guruh bo'lib harakatlanish va transport vositalariga man etilgan vositalarni o'rnatib olish bo'yicha ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Nimaga bunaqa qo'shimcha vositalar keyin boshqa harakat ishtirok xalaqit berib qarama-qarshi yurib bir kun to'yga prokatga olib taquvdik-da. Taquvdingiz. Lekin bu narsa mumkin emas-ku. To'g'ri, mumkin emas. Uzr endi. Shunaqa bo'lib qoldi. Holat qaytiladimi boshqa? Yo'q, qaytarilmadi. Siz adashmasam Equinox haydovchisiz. Shunaqa. Siz ham videoda ko'rib turibmiz, ya'ni qo'shimcha vositalar, guruh bo'lib harakatlangansiz. Shu narsani nega sodir etgansiz? Shu videochi aka. Holat qaytariladimi boshqaga? Yo'q, endi O'zingizga xulosa chiqardingizmi shu holat yuzasidan? Avtomashinalar jarima maydoniga qo'yilib, haydovchilarga nisbatan tegishli tartibda chora ko'rildi.